Alaykum assalom. O'tirvoylar, hurmatli o'quvchilar. O'quvchilar omonmisiz? Dars o'tishga tayyormisiz? Hozir matematika darsimiz, albatta matematika darsimizni shiorini aytib olamiz. Matematika bu fanlar ijro shoh, uning sirlaridan bo'lingiz ogoh. Barakalla. Hurmatli o'quvchilar, bugungi matematika darsimizni noan'anaviy qilib olib boramiz. Men sizlarga bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Hurmatli o'quvchilar, telefonda kim bir kunda 3 soat foydalanadi? Qo'l ko'taramiz. Xo'p. Telefon siz bir kun yashay olasizmi, Dilshodbek? Yo'q. Demak, telefon bizning hayotimizga hozir kirib kelgan-a? Kelinglar, bugungi darsda biz sizlar bilan telefon do'stmi yoki dushmanmi? Telefonga biz qarambizmi yoki erkinbizmi? Kelinglar, shu masalada sizlar bilan gaplashamiz. Aziz o'quvchilar, telefon yomon narsa emas. U dars tayyorlashga yordam beradi. Ota-ona bilan, yaqinlarimiz bilan aloqa bog'laydi. Lekin uni me'yoridan ishlatish bu albatta zarar. Bilasizmi? Agar biz telefondan ko'proq foydalansak, u bizni o'z-o'ziga qaram qila boshlaydi va bizdan nimani o'g'irlaydi? Vaqtimizni o'g'irlaydi. Qo'limdagi qum soatga qarang, albatta bu yerdan vaqt o'tgan sari qumlar pastga tushadi, to'g'rimi? Vaqtimiz o'g'irlansa, bu tushayotgan vaqtimizni qaytarish o'rniga juda ham qiyin. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilardimki, telefonga qaram bo'lmasligimiz kerak. Faqat telefonni foydali narsalarga sarf qilishimiz kerak. Ya'ni telefondan foydalanishni kamaytirsak, albatta nimani ko'proq ushlaymiz? Kitobni. Telefonni kamroq ushlasak, telefonni ko'proq ushlaymiz. Telefonga kamroq qarasak, ota-onamizga ko'proq qaraymiz. Shuning uchun men sizlarni shunday narsa bilan chorlamoqchimanki, telefonda vaqtini kamaytiraylik. Telefonda vaqtini kamaytiraylik-da, kitobni ko'proq ushlashga harakat qilaylik. Albatta telefonda foydali, zararli tomonlari bor. Hurmatli o'quvchilar, hozir biz telefonda sizlar bilan foydali va zararli tomonlarini o'rganib chiqamiz. Har darsimizda bilasizlar, biz har bir muammoni foydasi, zarari va yechimini o'rganamiz, to'g'rimi? Barakalla. Demak, hozir birinchi qator vakillari, o'quvchilarimiz telefonda foydali tomonlarini bizga ochib beradi. Ikkinchi qator vakillari, ya'ni o'quvchilarimiz telefonning zararli tomonlarini hozir menga ochib beradi va uchinchi qator guruh vakillarimiz esa telefonga qaram bo'lmaslikni yechimlarini bizga ko'rsatib beradi. Kelishdikmi? Sizlar uchun, buning uchun men albatta yordam tayyorlaganman. Birinchi o'rinda biz foydasi haqida gaplashamiz, albatta siz bunga mas'ulsiz. Zarari haqida gaplashamiz, albatta siz bunga mas'ul va uning yechimi haqida gaplashamiz. Ramzanbek, siz bunga mas'ul bo'lasiz. Hozir siz uchun keraklik yordamchi so'zlar beraman, albatta. Shu so'zlar yordamida siz nima qilasiz? O'z qarorlaringizni, odatlaringizni tashkillab berasiz. Foydasini ochib berish uchun kerakli so'zlar, ikkinchi guruh vakillariga zararlari uchun ochib berish uchun yangi so'zlar va uchinchi guruhimizga yechimini tayyorlash uchun kerakli so'zlar. Sizga vaqt chiroyli qilib, kelishib, kengashib menga buni ko'rsatib berishingiz kerak. Judayam to'g'ri. Birinchi guruh vakillari foydalarini tayyor qilishdi. Ikkinchi guruh va uchinchi guruh. Qani birinchi guruhimiz, qani o'z tayyorlagan narsangizni ochib beringchi. Ikkinchi guruh vakillari telefonda zararlarini ochib beringchi. Ko'z charchashi, vaqt
Barakalla, barakalla. Sizlar ochib bergan bu, sizlar tayyorlagan narsalar juda ham to'g'ri. Ana shu zararlarini, o'sha telefonga bo'lgan qaramligimizni yechib berish uchun 3-guruhimiz tayyorlandi. Marhamat, sizlarning yechimlaring. Kunlik vaqt belgilar, uyqudan oldin telefon ishlatmaslik, zarur va kitobga vaqt ajratish, oila bilan jonli munosabat. Juda ham to'g'ri. Barakalla mana aqlli o'quvchilarim. Hurmatli o'quvchilar, mana uchala guruh ham chiroyli qilib telefonga qaram bo'lmaslikning yechimlarini chiroyli qilib bajarib berishdi. Men sizlarga ofarin deyman, barakalla. Aziz o'quvchilar, hozir o'rtoqlarimiz sizlar uchun telefon aziz, qahramonimiz Aziz. Aziz qaysi yo'lni tanladi? Shuni sizlarga ko'rsatib beradi va biz buni albatta muhokama qilamiz. Atiga 5 minutgagina qaray. Yes, u meni oldi. Aziz, sen axir darslaringni qilayotgan eding-ku. Dars qochmaydi. U telefonda yangi videolar ko'ryapti. Men seni do'stingman. Darsingni qilishing kerak. To'g'ri, telefon men emas. Men telefonni boshqa qo'lga olishim kerak. Voy, Aziz, to'xta. Aziz o'quvchilar, qo'lingizda ha deyish uchun yashil doiracha bor, yo'q deyish uchun sariq doiracha bor. Qani hozir sizlarni tanlovlaringni tekshirib ko'ramiz. Azizni qilgan ishini muhokama qilamiz. Aziz hozir onni tanlab, aqliga quloq solgani to'g'ri edimi? Ko'taring, qaysi biri? Barakalla, barakalla. Yoki nima deb o'ylaysiz? U telefonni tanlash kerakmidi? Barakalla, ofarin mana aqlli o'quvchilarim, juda ham to'g'ri. Hurmatli o'quvchilar, mana qo'limizda hozir telefon va biz uchun kerakli bo'lgan, kelajagimiz uchun kerakli bo'lgan kitob. Hurmatli o'quvchilar, telefon qo'lingizda, lekin kelajak ham qo'lingizda. Ekran to'g'ri, ekran nur taratadi, lekin eng yaxshi nur bilim, mehnat va orzularingizda. Ishonaman, siz kelajakda katta insonlar bo'lasiz. Shuning uchun keling, bugun biz telefonga qaram bo'lishlikdan qutulamiz. Qaror qilamiz. Men qaror qildim. Telefonga qaram bo'lmayman. Shuning uchun hozir men telefonda qaram bo'lmaslikni oldim. Qani sizni qaroringiz-chi? Xo'p, keling qaror qilamiz. Telefonlikdan, qaramlikdan o'zimizni saqlaymiz va uni yo'q qilamiz. Ko'nglingiz o'rniga tushdimi? Yengil tortdingizmi? Barakalla, hurmatli o'quvchilar. Bugundan boshlab men sizlarga qo'yamiz. Men sizlarga challenge e'lon qilaman. Bu challengeimiz bir kun telefon kamaytirish. Bugundan boshlab uyga borganimizda telefon ushlash vaqtini kamaytiramiz va menga ertaga darsimizga kelganda qancha vaqt kamaytirganligingizni albatta aytib berasiz. Hurmatli o'quvchilar, kelinglar bir zeriklik o'yin o'ynaymiz. Qarang, qanday o'yin? Quloq solamiz, qarammisiz yoki erkinmisiz? Biz hozir bilib olamiz. Men sizga odatlarni aytaman. Agar u odat to'g'ri bo'lsa, qarsak chalasiz. Agar u qaramlik bo'lsa, oyoq tupuri. Kelishdikmi? Xo'p, tayyormizmi? Diqqat bilan quloq solamiz. Demak, eshitamiz. Qani? Eng kuchli inson odatlarini yenggan inson. Barakalla. Uyqudan oldin 1 soat telefon bilan barakalla. Ko'proq ota-ona bilan suhbat ochdik. Barakalla. Ovqatlanayotganda telefonga qarash. Sekinroq bo'ldi. Juda ham yaxshi. Ko'proq vaqtimizni dars qilishga qaratish. Barakalla.
Demak, bugun sizga challenge e'lon qilaman. Bugundan boshlab 1 soatimizni yoki qancha kamaytirdingiz telefondan menga ertaga albatta buni axborotini berasiz. Hurmatli o'quvchilar, ona tili darsimizni boshlashdan oldin shiorimizni aytib olaylik. Ona tilini boshlashdan oldin sizlarga bir gap aytmoqchiman. Bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Qo'limda nimani ko'ryapsiz? Tuproq. Nima uchun bu oddiy tuproq sanalmaydi? Nima uchun? Qani Ismoiljon? Bu vatan tuprog'i jondan ham aziz tuproq. Juda ham to'g'ri. Demak, biz ilk qadam qo'ygan joyimiz albatta bu tuproq. Shuning uchun bu bizga juda ham qadrli hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, vatan bu nima? Nima deb o'ylaysiz? Vatan bu Vatan bu Vatan bu Vatan bu Vatan bu juda ham yaxshi. Hurmatli o'quvchilar, demak, vatan bu Vatan bu Vatan bu Vatan bu Vatan bu juda ham yaxshi. Vatan demak, sizlar ta'kidlaganingizdek, oilamiz, uyimiz, maktabimiz, demak, qalbimizga jo bo'lgan maskan ekan vatanimiz. Hurmatli o'quvchilar, vatanimizni yaxshi ko'ramizmi? Juda ham yaxshi. Vatan haqida hozir she'rlaringizni aytib berasizlar, maylimi? Vatan ona mehribon, bag'ri tenglik har zamon, uni sevish burchimiz, shu yurt bizga jonajon. Vatan yuragimda porlagan nur, isming aytsam to'ladi g'urur. Sen bor joyda baxtim butun, sen qalbimdagi eng ulug' tuyg'u. Barakalloh. Gulnorim ham marhamat. O'zbekiston yurtim men, uni sevib yuraman, tinch osmonim ostida quvonch bilan o'saman. Hurmatli o'quvchilar, demak, vatanga muhabbat bu vatanparvarlikdir. Biz vatanparvarligimiz uchun oddiy qahramonlik yoki juda ham katta narsa kerak emas. Xonamizni chiroyli, ozoda tutishimiz ham bu bitta vatanparvarlik. O'rtoqlarimizga yordam berish ham vatanparvarlik. Sizlar bilan kuni kecha biz xiyobonda ziyorat qildik, to'g'rimi? Shu xiyobonda ziyorat, o'tganlarda ruhini ziyorat qilish ham, eslash ham bu ham vatanparvarlik. Yana bitta vatanparvarliklardan biri siz to'g'ri kasb tanlashingiz va shu kasbingiz orqali yaxshi, yetuk mutaxassis bo'lib yetishishingiz ham bu ham vatanparvarlik. Biz o'tgan ona tili darsida kasblar mavzusida sizni kelajakda kim bo'lmoqchi ekanligingizni so'rab olgandim va bugun sizlarga surprizim shu, sizlarni kelajakda qaysi holatda ko'rishni orzu qilgan bo'lsam, xuddi shu holatda tayyorlab keldim. Bu sizga surpriz bo'ladi. Hammangizni men projektorga qaratishingizni xohlardim. Men prezident bo'lishimdan maqsad qiynalayotgan oilalarga yordam qo'lini cho'zish, yoshlarga imkoniyatlar yaratib berish va boshqa ko'plab mamlakatlarda bayrog'imiz balandlarda hilpirab turishi uchun prezident bo'lmoqchiman. Men shifokor bo'lishimdan maqsad odamlar qutqarish, chet davlatlardan odamlar kelib menga ko'rinishini O'zbekiston bayrog'imiz tepalarda hilpirab turishi uchun men shifokor bo'lmoqchiman. Men tarjimon bo'lishimdan maqsad O'zbekiston bayrog'imizni eng katta baland tog'iga qo'yish va prezidentimizning oldiga yurish, tarjimon bo'lmoqchiman. Men tarjimon bo'lishim uchun katta tarjimon bo'lmoqchiman. Meni hamma katta tarjimon deb yuradi. Chunki men katta bo'lsam, futbolchi bo'lishni orzu qilaman. Chunki katta bo'lsam, O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'taraman. Chunki men odamlarga yordam beraman. Odamlarni sog'lom hayotiga yordam beraman. Vatanimda xizmat qilaman. Yaxshi o'qiyman.
Barakalla hurmatli o'quvchilar, men ishonaman, kelajakda siz vatanimiz uchun kerakli inson bo'lishingizga ishonchim komil va men bundan umid qilaman. E'tiborlaring uchun rahmat. Mana bugun Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kuni. Biz sinfimiz bilan bir hafta oldin bu haqida videorolik tayyorlab, challenge e'lon qilib, ovozlar yig'ishgan va shu ovozlar natijasida g'olib bo'lgan o'quvchilarim bor. Hozir bu o'quvchilarim sizlarga ozgina o'sha muhitni tasvirlab berishga harakat qilishadi. Marhamat, Osiyoxon. Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat sarkarda va davlat arbobi, balki nihoyatda nozik qalbli shoir ham bo'lgan. Uning g'azallari lirika, sog'inch, muhabbat va hayot falsafasi bilan to'la. Bobur she'rlarida samimiylik juda kuchli. Go'yo qalbidagi gapni yashirmay aytgandek, mana uning mashhur g'azallaridan bir parcha keltiraman. Ko'nglim shod etmakka bir yor topadi. Jonim fidoyiligi yo'llar topmadi. Alisher Navoiy bu nomni eshitganimiz o'zbek adabiyotining yuragini eshitgandek bo'lamiz. U nafaqat shoir, balki mutafakkir, davlat arbobining himoyachisi bo'lgan. Navoiy turkiy tilda ijod qilib, nafaqat boy va go'zal ekanligini butun dunyoga ko'rsatgan. U fors tilida kuchli fonda turib, turkiy tilda ham buyuk asarlar yaratish mumkinligini isbotlagan. Sondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz, har neniki sevmak ondan ortiq bo'lmas, ondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz. Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir, har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi yomonlik ko'rmagan hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir, har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Jondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz, jondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz. Har neniki sevmak ondan ortiq bo'lmas, ondan seni ko'p sevarmen ey umri aziz. Zahiriddin Muhammad Boburni hayoti va ijodiga chiroyli roliklar olib o'rin egallashgan va ularga hozir ular ovoz orqali bularga bergan birinchi, ikkinchi faxrli o'rinlar bor. Hozir bularning qilgan mehnatlari uchun taqdirlamoqchiman. Hammalaringga chiroyli ertak kitoblar olganman. Buni o'qib, albatta bilimimizni kuchaytirishga harakat qilamiz, xo'pmi? Bu sizga mana barakalla. Sovg'a sizlarga yoqdimi? Hurmatli prezidentimiz tomonidan biz ustozlarga nihoyatda keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Shu jumladan birinchi umumta'lim maktabida ham barcha ishlarimiz yuqori darajada olib borilmoqda. Bularga mana biz ustozlarga yaratilgan imkoniyatlardan ustoz o'zini ishlash uchun sertifikatlar tashkil etildi. Mana toifalarimiz ishlagan ustozlarga olgan sertifikatlari orqasidan oylik maoshlari to'lanmoqda. Shu jumladan mana bizning qizimiz Shahnozaxon shunaqa milliy sertifikatlarga ega, o'z kasbini ustasi, o'quvchilarga ta'lim tarbiya berishda boshqa ustozlarga o'rnak bo'lib kelmoqda. Maktab jamoasida o'rni alohida e'tirofga ega. Mana kuni kecha biz ikkinchi chorak yakunida maktab bo'yicha monitoring olganimizda bu qizimizning sinfi yuqori monitoring xulosasiga ega bo'ldi. Bu qizimizni dars jarayoniga kirib o'rganganimizda sinfdagi shukuh, sinfdagi o'quvchilarning faolligi, dars jarayoniga o'ta bu qizni e'tiborliligi ko'rinib turibdi. Bu qizimizni ishlarini biz jamoa yuqori baholab, o'zimiz maktab ichki imkonidan kelgan holda esdalik sovg'alarini berdik. Undan tashqari sinfda olib borayotgan ishlarini, dars jarayonlarini boshqa yangi ish boshlagan ustozlarimizga ommalashtirishni taklif qildik. Наша школа всегда считалась одной из самых лучших школ не только в нашем районе. Обучение ведется на русском и на узбекском языках. Выпускники нашей школы по всему миру, все они считают, что достигли жизненных высот благодаря тому, что получили первые знания в нашей школе. Шахноза Абдурахмановна, выпускница нашей школы. В 2002 году, окончив Маргеланское педучилище, она начала
трудовую деятельность в своей же школе, учителем английского языка. Несколько лет работала со мной в русских классах. Владеет как английским, так и русским языком. В данное время работает учителем начальных классов в национальной школе. Очень старательный педагог, любящий своих детей. Активно участвует в жизни нашей школы, является руководителем метод объединения, творческий педагог. Учитель – это не профессия, это призвание. А это призвание у Шахнозы Абдрахмановны есть. Желаем ей больших успехов в ее работе. Men Muratova Shahnoza Abdurahmonovna shu maktabda 2002-yildan beri, ya'ni 26 yildan beri faoliyat yuritaman. Bu maskan, maktab bu oddiygina ish joyi emas. Bu mening qalbimga yaqin maskan. Har kuni shu maktab ostonasiga qadam qo'yar ekanman, men o'zimni mas'uliyatli va baxtli his qilaman. Chunki kelajak bilan bir qadam turamiz. Dars jarayoni bu kitob va daftar emas, balki fikrlar almashuvi, savollar, ba'zan kulgu, ba'zan jiddiy suhbat. Men darslarga faqat mavzu o'tish uchun emas, balki o'quvchilarimning qalbiga yo'l topish uchun kiraman. Va har bir o'quvchim alohida bir dunyo. Kimdir jimjit, chuqur o'ylaydi, kimdir faol, tashabbuskor. Men ularning har biriga ishonaman. Chunki bolaga bergan ishonch uni qanotini mustahkamlashdir. O'quvchilarimga kelajakda Xudo xolasa o'zim ingliz tili, rus tillarida chuqur bilim berishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Men ishonaman, maktab bu kelajak quradigan joy va biz ustozlar bu poydevorni qurayotgan insonlarmiz. Ustoz haqida gapirib bersam, Shahnoza Abdurahmonovani kollektiv o'rnida juda ham hurmatga ega ustozdir. Ustozning bola bilan o'tish metodlari juda ham qiziqarli. Yangi metodlar asosida ish faoliyatini yurgiztiradi. Bola psixologiyasi bilan birgalikda ishlaydi. Ustozdan juda ham ko'p narsalarni o'rganib, men ham o'z ish faoliyatimni yurgizyapman. Ota-ona vujud me'mori bo'lsa, ustoz esa qalb me'mori. Men shu Shahnozaxon Abdurahmonovani qo'lida o'qituvchisini buvisiman. Shahnozaxon metodikasi yaxshi o'qituvchi, bolalarga yaxshi ta'lim beradi, o'zgarishlar yaxshi, har xil tadbirlar olib boradi. Bolalar yaxshi o'qiydi, juda o'z ota-onasidek bolaga mehribon. Shundaqa o'qituvchilar ko'payishini xohlayman. Zo'r o'qituvchi, yaxshi. Bundan ham martabasi kuchayishni xohlayman. Shunaqa o'qituvchilar ko'p bo'lishini xohlayman.